reklamasi. U payt Buni reklamasi uchtasidan oldin o'tirib tura olmasdim. O'zim ichib, o'zim ishondim. Belim og'rigan. Olimniki nuqlar ekan. Operatsiya bo'lgan. Griji diska poзвоночника. Vannada bukilib turib, ushlab turib yuvinardim yuzlarimni, qo'llarimni. Hozir ushlamasdan turib, bemalol yuvinaman. Buni etishganda, ilgari ham etishardi. Bir xil etardi, ichib kasal bo'lib qoldim, o'shancha ichmadim, davolaman deb ba'zi dorilarni tushuntirmaganda u paytda. Bular tushuntirishdi, men eshitdim. Ichgandan keyin o'sha qo'zg'atar ekan kasallikni, qo'zg'atgani 4 kun ichgandan keyin belim og'ridi. O'rnimdan tura olmasdan qoldim. Shunaqa og'ridiki, mana shu belim qimlatmasdan qo'ydi. Yordam berib turg'izishdi. Bir kun, 2 kun shunaqa qattiq og'ridi. 3-chi, 4-chi kuni og'riq pasaydida, keyin yo'qoldi. Buni haligi anaqa grammini oshirgan paytda yana qo'zg'atar ekan o'zi. 1 grammni ichganda qo'zg'atdi, keyin 1 yarim ko'targanda yana bir qo'zg'atdi. Unchalik emas, unda bilinmasdan o'tdi. Birinchi marta qattiq bo'ldi. O'sha astraxandroz deydi, griji diska poзвоночника, astraxandrozlar hammasi tuz bo'ladi-da, tizzada, belimda, hammasida. O'sha tuzlarni bo'layotganda lash hammasini olib chiqib ketar ekanda. Buni birinchidan ishonish kerak, ishonch bo'lish kerak, shu kasallikni tuzatadi, kasallikni davo bo'ladi deb ixlos qilish kerak, ixlos xolos degan. Ikkinchisi o'z vaqtida ichib, suvni ko'proq ichish kerak. Suvni ko'proq ichsa, suv bilan olib chiqib ketadi. O'sha ixlos bilan suv ichsa, ishonch bo'lsa, foydasi bo'ladi. İşonmasdan isteyen bilmadim endi, men o'zim ishonib ichdim shuni. Shunga hozir Xudoga shukr yaxshiman. Shunga hozir mana yodini palatasi